Amaki, tez yordam chaqirtirdingizmi? Boshim og'riyapti. Hozir tekshirib ko'ramiz. O'qiganmisiz o'zi? Ha, mesestralikda o'qiganman. Ha? Mesestralikda o'qiganman. Yaxshi. Dadamga nima bo'lgan ekan? Dadangiz kasal. Kasalligini bilaman. Nima bo'lgan ekan dedim. Men qayerdan bilaman? Men hozir keldim-ku. Dadajon, Nima olib keldingiz? dadam yaxshi ko'radigan narsalar. Yo, miltermi? Yo, bu mayni chiqaryaptimi? Dadamga nima bo'lgan ekan, doktor? O'lmaydi dada, yana nima olib keldingiz? Bitta ko'ray. Dadam yaxshi ko'radigan zavtraki sariyog'lar. Yebba, shunaqalari ham bormi? Bolam, zubuzonga ham olib keldingmi? Olib keldim dadajon. Olib keldim. Yes, shonkami? Endi aniq ayting, dadamga nima bo'lgan ekan? Eringni eri bo'lgan ekan. Men qayerdan bilaman dadangni? Qayerdan bilaman? Hali endi keldim-ku. Yana nima olib kelding? Yana nima bor? Hammasini olib-chi. Dadamga semichka yog'i ham oldim. Tuxumni shunaqa yaxshi ko'radilar. Ya, semchka yog'i ham bormi? Endi haqiqatni ayting. Dadamga nima bo'lgan ekan? Tekshirmasam qo'ymaysan-a, shu tekshirishim kerak-a? Tabriklaymiz. Tez kunda ko'payishasizlar. Nima? Nima dedingiz? Buni taqmayman-ku, uzr. Ya, ha, endi bildim. Dadangizni yuragi prostata adenoma sababdi-ku. Olapochim kechiring, qo'yvoring, o'lib qolaman o'zi. Qo'yvoring, chiriding aka, qo'yvorib bo'pti. Buni qarmoqqa turizm tilingami hozirgacha eshak qilib minib yuradi. Ovozingda chirqira tapdi. Aka sizni xotini sensiraydimi? Onalarini ko'rsa, sinfdoshga uylanib, kulgi bo'lmagan bitta o'g'ri qoluvdi. Ilon oppoq, ilon. Menga ham marojna ol. He bo'lar, o amakinga borib aytinglar, menga ham marojna olsin. Amaki, katta xolasdan marojna olarkansiz. Katta xolam? Meni aytyapti, garang. Ying, bular qaysi biriga tushuntirasiz bu katta xolamman sinfdoshimligini. 5-sinfda hammadan bo'y uzunligini bilmagan ekanman, tez qarishini. Tirqiri, tirmizakcha. 25-may kuni qo'l ishlash chiqamiz, hammi? Mana ular g'it bizning bolaligimiz ekan-a? He, parvardacham. Ukajon, borma, kuyasa sinfdagi 8 ta qizni eng chiroylisi, dunyodagi eng chiroyli qiz degani emas, yeb qo'yasan lekin. Gazini bossang ham, hozir nima desa ha deb tur, to'ydan keyin eshak qilib minasan, hech balo qila olmaydi. Ichingda gapir, hammasi eshitilib turibdi. Mingirov. Bolalarga 10 yillikda tizza bo'yi jericha. Bolalar shashmay turinglar, yetib olay, men ham boraman. Obid qatorqanga hech qayerga bormaysan. Sinfdoshlar 10 yillikqa men ham boray. Ha, borsin. Jumlan 5-sinfdan beri alkash, Abbos 7-sinfdan beri noskash bo'lsa, sen ham bularga qo'shilib ichib qarzga botib kelasanmi? O'zingni jigir bu momaycha qaysi sinfdosh nima yeb ichigacha biladi. Menday alpomish pahlavonday yigit gulday umrimda xazon qilib, sinfdoshga ham uylanasanmi? Qoshiqcha do'ltingni qayerga ketyapsan? Hamma narsa boya shahid bo'lsa, zanam ijod qilayotgan bo'lsak, Zanam ijod qilyapmiz, qarang. TikTokda, YouTube'da shuncha obunachilaringiz bo'lgani bilan like bosmaydi, kommentariy yozmaydi. Bo'ldi, o'pkalama. Akalar, opalar, singillar, bitta like bosib ketingizlar. Qoshiqcha xafa bo'lmasin. Bu qovoq bor, hamda uyilib ketadi. Like bosdingizmi? Mana bosdi. Bosmadi. Bosing, siz bosmabsiz-ku. Bosing, like tirs. Ha, bo'ldi, mana bosdi. U ham mayli, eng birinchi bo'lib zo'r videolaringizni Instagramga qo'yasiz-da, YouTube'dagi, TikTok'dagi obunachilaringiz ko'ra olmaydi. Ularda nima ayb, ular ham ko'rish kerak-ku. Eshitgandan tur, hozir nima uchun TikTok bilan YouTube'ga qo'ya olmayotganim sababi avtors ko'radi u yoqda. O'sha uchun men 100% ijonni 20%ni TikTokga bilan YouTube'ga qo'yaman. Qolgani Instagramda. Ular ham ko'rish kerak-ku o'shani. Ko'rish kerak bo'lsa, mana hurmatli bizni yaxshi ko'rib kuzatadigan TikTok'dagi, YouTube'dagi obunachilarimiz Instagram kraslarida Obujon pasta chiziqcha Nasriddinov deb yozsanglar, galishkali profilim chiqadi. Hammamiz YouTube'dagi, TikTok'dagi bizni andosh yaxshi ko'radiganlar Instagramga o'tib, обязательно Instagramdagi profilimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, birinchidan bizni vashi katta podpishka qilgan bo'lasizlar. Ikkinchidan, eng yaxshi videolarimiz TikTok'da, YouTube'ga qo'yilmayotgan videolarimizni Instagramda ko'rasizlar va videolarimiz hammasini birinchi bo'lib ko'rasizlar. Davay, addushi 2900 bo'lishga borki Instagramda ozginagina qoldi. Hammasi o'tib, bugun Instagramda podpisa qilib qo'ysa borki 2900 bo'lib ketamiz. Shunda Nasriddinov cho'tki bo'laman? Ha, gashtaka kim pul berasizmi o'shanda 2900 bo'lsa? 2900 bo'lsa bitta ko'ylak ishdan, gashtaka pul. 2.900 bo'lamiz bugun. Davay, parvardachilar dimani chaqirish uchun hamma Instagramga o'tib, Instagramdagi profilimga obuna bo'lib qo'yamiz. Aylanib ketasiz. Sizlarni addushi yaxshi ko'ramiz. Endi nima bo'ldi parvardachilar? Qo'limni misrobga chaynab ketdimi? Tinog'imni tavagacha ovorudim, go'sht suvi teb achyapti. Pishib keting yarador, undan hamma xabardor ekan. Shunga shunday o'kirib jilash kerakmi? Vohim aka, bonika qilasan.
Panika emasmi? Katina o'tib qoldimi deyman. Tinchlikmi? Ana bo'yningiz uzilgan Ferit Seranga yana xiyonat qilyapti. Ye Feridingdan o'tkir janoza bo'lib qoldi deb. Sendan 1105 kilometr uzoqda bo'lsa, biz jilla o'tirgan bilyapti bular. Burningdan undan ko'ra pollar taptaynoq qilib, oppoqni naskim tagi qop-qora qolyapti. Serri, bu o'zingni jigirlar seriali ham tugamay ketdi. Paqlavonim, yangi ko'ylakcham qanday? Yaxshi, lekin gartakkina semiribsan-da. Semiribman. Ket, hazillashdim. Bu tuzukamga bundan baland gapirib bo'lmaydi-da. Ko'zida vodoprovod bormi? Nima bola? Yosham tayyor turadi. Hut desa fontanday otiladi. Qo'shiqchim Iskandar Beldingsdan uy oldim. Endi nima o'zinglayapsan? Xursandligimdan yig'layapman. Bu Mavrid loyihasi. Shahar markazidan 10 minutlik yo'l atrofida bog'cha, maktab, supermarket, eng muhimi metro bor. Undan tashqari 36 ga foizsiz bo'lib to'lashga oson bo'ladi, shirincham. Yana nima qulayliklari bor? Ya qo'yay, qolganini aytsam yig'lar o'lib qolmay yana. Qirqa kirmay infarkt bo'lib o'tiribsiz. Meni qarang, sog'lomman, qaynayman. Nima kelamisiz? Endi bildim nima ayollar uzoq yashaydi. Bo'lar bo'lmasga yig'lab hamma dardini chiqarib olayotganda, u erkaklar hamma dardni ichiga o'tib qirqa kirmay infarkt insiz bo'lib, bu dunyoni vohlidan pakini chat qo'yar ekanda. O'zimni akalarim, opalarim, singillarim, ukalarim bu haqiqiy bizning ijodimizni ozgina bo'lsa ham yaxshi ko'radigan, bizni hurmat qiladigan insonlar uchun qolganlar o'tkazaversa bo'ladi. Biza 1 million bo'lishimizga ozginagina qoldi. Agar bizni ozgina yaxshi ko'rsanglar, videolarimiz ozgina bo'lsa ham sizlarga xushchaqchaqlik, kayfiyat bag'ishlayotgan bo'lsa, bizadan sizlarga kattalik bo'lmasa, bitta like, bitta podpisasi bosib ketinglar. Sizlar uchun bu katta narsa bo'lmasligi mumkin, lekin biz uchun katta narsa. Biz sizlarni qattiq yaxshi ko'ramiz. G'ashinglar kelmasin. 1 million bo'laylik, undan keyin yana ham yaxshi ijod qilishga harakat qilamiz. O'sha uchun agar sizlarga qiyin bo'lmasa, bitta like, bitta podpisasi bosib ketamiz. Har bitta bosilgan like-ni, har bitta yozilgan kommentni juda ham qadrlaymiz. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Odamlar! Ertaga nahorga dadajonimnikiga oshga o'tingizlar. Obid, kichkina ukangni o'ylantiryapsizlarmi? Yo'q, qaynimga chipran qilyapmiz. Dadajonimni qaynatamda aytyapman. Voy, bilash. Chaqon yering, chaqon. Ha, Qumrat katta kuyovingmi bu? Yo'q, katta o'g'lim bo'ladi. Yes, katta o'g'lim deyman. Endi bir ketmay ishini qilaman. Chaqon totoyim. Ko'rinmaysan, seni ko'rar kunam bor ekan-ku. Bolalar soat nechi bo'ldi? 12. Tug'ilgan kunlaringiz qulluq bo'lsin. 80 dan sakrab 90 bilan to'qnashib yering, Dajon. Rahmat, bojalaringizdan birinchi bo'lasiz. Yes, bojalardan birinchi bo'libman. Qandaysan sovg'a, Dajon? Shapar yuring, ko'zingizni oching, davay. Yeyapti. Shunchalik kichik bachchaday xizmat qiliz, mana bu Malibuchani kaliti sizga kuyov. Aynana yuzi. Dajon, meni xafa qilyapsiz. Men nima qilgan bo'lsam, moshinchi qilmaganman, sizni yaxshi ko'rganimdan qilganman. Tasavvur qiling, men sehrli shamchiroqni jiniman, siz chiroqni egasisiz. Amringizga muntazirman, Dajon. Dajon degan tillaringizdan o'rgilay. Bunaqa jo'ralar bilan bir oyda bir ko'rishmaydi. Lekin qaynotasi ish buyursa jim bo'lib ketadi-ye. Magnit neyroniga davleniyachi ko'tarildi, doktorga olib bormaysizmi kuyov? Dajon, moshin jurmayapti. Ertalabgacha endi azob yeb yotayotganmiz-da kuyov. Men bor ekanman, siz ko'chada qolmaysiz, Dajon. Sekinroq radardan xat kelmasin kuyov. Qaynatam, otam. Videoni mana shunaqa gupcha kuyovchilarga tashlab qo'yamiz. Dajon, kamarni taqing. Vobshe bo'lmayapti-da. Nimaga nerv qilasiz? Yaqinda shkatulka qilamiz. Bunga nerv qilmayapman. Men Instagramda 2 million 900 bo'lishimga ozginagina odam qoldi. Men TikTokdagi meni auditoriyam bor-ku, 5 dan yororiydigan. Akalar, o'zimni jigarlarim, opa-singillar, shular shuni Instagramga o'tib, Instagramdagi profilimga obuna bo'lib qo'ysa, dahshat bo'laydi-da. YouTube'dagi obunachilarim ham zo'r bo'laydi-da. Qilmayapti-da. Qiladi. Nimaga men aytish kerak-da avval. Aytasiz, keyin qiladi. Men TikTokdagi ham, YouTube'dagi ham hammasi shu paytgacha meni podдержка qilib kelgan. Bundan keyin ham podдержка qiladi, to'g'rimi? U ham mayli, eng yaxshi narsalar Instagramda chiqadi-ku. Bizlarda birinchi, ana birinchi ko'rsin deyapman-da. Akalar, opalar, singillar, bu haqiqiy mana chuchchini meni haqiqatda yaxshi ko'rib kuzatadigan aka opa-singillar uchun bitta podдержка kerak. Mana pastda Instagram profilim belgilab qo'yaman. 2 million 800 ming hozir ko'rinib turibdi. Galochkali. Instagramga hammamiz o'tib, Instagramdagi profilimga obuna bo'lib qo'ysanglar, biz damamiz chaqib, vobshe zo'r videolar qilamiz. Yangi istoriyalar, qiziq videolar birinchi Instagramda chiqadi. Bizda 20% ijodimiz YouTube bilan TikTokda turadi. Chunki ularda afterski uradi ko'p. O'sha uchun hammamiz Instagramga o'tib, bitta obuna bo'lib qo'ysanglar Instagramdan, vobshe xursand bo'ladi. Bir kun nechta odam o'tdi ekanini nima deb o'ylaysiz? O'ta 2 million 900 ta qilamiz. Bir kundami? Bir kunda qilamiz. Bo'l, akalar, hammamiz o'tamiz. Kim Instagramga o'tib obuna bo'lib qo'ygan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ysa, bu yil xudo xolasa ota-onasini haj safarlariga jo'natsin. Hammaga omad, gazini bosinglar. Akajon. Assalomu alaykum. Ovqatlanishimga pulim yo'q.
pul berib tursangiz, do'koningizda reklama qilib berardim. Yo'q uka, pulingni beraman xohlasang, lekin reklama shart emas. Yo, aka, siz bitta qildirib ko'ring, keyin natijasini ko'rasiz. Mayli, sazang o'lmasin. Bitta ochko ola. Jonkalarim, toychoqlarim, Gentilmen do'konimizga xush kelibsiz. Gentilmen. Gentilmen do'konimizga xush kelibsiz. Bu birsovlarim mana shu ko'rib turgan hamma kiyimlaringiz 77 ming so'mdan. Hammasi kitayskiy mahsulot. Xitoyning sifatli mahsulotlari. Kitayskiy emasmi? Xitoy. Xitoy boshqa joyga. Yozda kiyadigan modnisa chashkalar, pol klassik, sport klassik, adda klassik shimlar, super sifatli futbolkalar va finkalar hammasi 77 ming so'mdan. Bu aksiya 9-maydan 12-maygacha bo'lib o'tadi. Manzil Qushabegi Dunyo restoranining yonida joylashgan. Kelinglar, o'zimni Radnoy bratimni do'koni. Bratim Radnoyimni bratimmi? Ana bola shu do'kon reklama qildimi? O, natijasi zo'r-ku bu bachani. Ha, kelinglar. Qani o'zi? Yo'q edi, tinchlikmi? Bizdan qarzi bor, bermay 1 yildan beri qochib yuribdi. Videoni oxirida sizni Radnoy bratim dedi-ku. Ha? Endi siz to'laysiz qarzini. Nima kiyib olgansanlar? Tilko bilan tufli kiyadimi? Sen qanaqa ko'ylak kiyib olding? Jimini ko'z yoshlari. Sitimolga shunday kiramizmi, sharmandalar? Moldima, jo'ra? Nima deyay? Sitimoldi. Qayoqdan chiqamiz? Bir 2 minut aylanaylik, o'zi ochilsa kerak. Duosini o'qi, bo'lmasa bo'lmaydi. Yo, o'tirib ol, yo, sharmanda. Galdayni ko'tarib yur, qizlar ko'p yo'lda. Bani Titanikda kemaning ichidagi mashinami? O'shami bu? O'sha. İchiga olib kiradi-ku. Yabba, Texnoport. Buncha narsasi ko'p. Kakos ayonga bitta kir mashina olishim kerak edi. Qimmat berdi, jo'ra. Nostalji bashara. Seni kimdir urushadimi, so'kadimi? Bitta so'rab ko'raylik onasini yomasa. Kim bor? Men senga aytdim, balda hamma narsa qimmat deb. 28 million 496 7 million chiqyapti. 2 million 849 ming kerak. Bundaqda bozordan ham topish qiyin. Sherzod molda qancha sotyapti bu? 6 million. Ko'rdingmi? Bu yerda arzon ekan. Aka, bu shaboda kuragingiz qancha? Konditsionermi? Ha, shu konditsioneri qancha bu? 3 million 600. Yo, sizlar zarar qilmayapsizlarmi aka? Buncha arzon. Bizda hamma texnika arzon. Toshkentda birinchi marta kelib harakat Buni uyga olib boraman. Bir tomonda dadam futbol ko'radi, bir tomonda ayam Esmeralda serial ko'radi. Shunda oilamiz tinch bo'ladi. Ya, iPhone'lar ham bor-ku, bozordan arzon ekan-a? Aka, biz shuncha ko'p narsa olsak, qishloqqa qanday ko'tarib ketamiz? Aka, xavotir olmang. Butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Bekorga Texnoport emas ekanda bu, ha? Qamda tekshirib qo'yaylik-chi. Uyat, bolalar, uyat. Xalq uchun shuncha texnikani arzon qilib qo'yibdi. Shunda ham o'g'irlik qildinglar, ha? Sharmandalar. Zo'r aka mana shu telefon aka. Men seryozni shuning uchun o'g'irladim. Zo'r bo'lmaganda olmasdim aka. Jonim. Bolalar, qizdiramiz, yondiramiz. Gözüm zülfü zerde hayallerde Saçları emberdur Bo'ldi, to'polon qilmanglar ey. Sayfulloh, yig'ishtir jo'ra. Yutding jo'ra. Kim eshitadi seni to'yga boshqa? Biz kim mashinasida ketamiz? Siz bilan keting. Siz men bilan ketasizmi? Siz men bilan. Meni kim olib ketadi? Zapravkaga 50 ming so'm bersang olib ketaman. Alohat. Ota-onangiz tashlab ketayotganingizga yig'layapsizmi? Qizingga bu yog'iga to'y qazangan bo'ldim. Bosaman! Lachlasmen! Jigar hech narsani o'ylama. To'yinga chitir-chitir somsamandan to'yona. Kelin baxtli bo'laylik. Katta ish qilibdi-ku bu. To'yga ruxsat berdi onam, baxtli bo'lsin dugonam.
ayolni yertadi barsan, to'yingga yoptirdim chitir somsa. Tushunmadim. Yirtaman o'zi. Tushuningmi? Yirtaman. Realman. Raskolamiz lolacha, raskolamiz lolacha, Nima qilyapsiz, jo'ra? Kuyov suzilish. raskolamiz lolacha. Erta turib salom. Qadrdon do'stlar davday yurajam maydon To'ylar qutlug' bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin iloyim. Ikkala yosh baxtli bo'lsin iloyim. Keyingi navbatni onalar operatsiyasiga beramiz. Dam olishlaring Kimni onasini operatsiya qilasan? Onam kasalmi operatsiya qilasan? Yaqinda o'zi operatsiya bo'ldilar. Bo'li jigar o'zingni bosay, men chitir somsani hal qilib qo'yganman. Sapir somsa qilmaykan. Shimildiqdan Yomon jo'ralarni chaqirib kelay. Nimaga? Qizdirib turmaydimi? Padeshga kelmaydimi? Masallarga nechtadan tuqqin dedi? Ikkita kam. Qanaqa ersirab qoldingmi? Xo'roz topib keldimmi? Bobur jo'ja. Qachongacha tovuqlaring bilan gaplashib o'tirmoqchisan? Bir boshqa ish qilsang bo'lmaydimi? Kap-katta bola. Bo'ri qo'l. Ket. Baxtli bo'l tovuqlaring bilan. Qanaqa tilda gapiraysiz? Ruscha gap. Tegma shuni tavug'iga. Jonkacha bugun nechta tug'dingiz? Bobur, burgib keldi ana. Jo'jalaring olib ketadi o'zi, qarab tur. Yo'q deyman. Yeb qo'ysang. Ey Sattor, kuchugingga ayt. Tovuqimni ko'tidan tishlabdi. Ushlasam so'yaman. Unda sen ham tavug'ingga ayt, likkillab kuchugi mahallada yurmasin, xo'pmi? Hali buni erib eshitsin, kuchugingni yoradi. Rakatcha zo'r. Tezroq ochish kerak, odamlar kutib qoldi. Bobur jo'ja, sen qayda unday zo'r kiyinib olding, jo'ra? O'shanda men jo'ja boqsam, meni ustimdan kulgan deylar. Jo'ja boqasammi xayolparast deb. Men jo'jalarimni ko'paytirib, Ahmad 6-jo'ja restoraniga sotardim. Bu Toshkentdagi mashhur restoran. Bilamiz. O'sha restoran endi Toshkentda tog'da bochkada ochilyapti. Men endi bularga yana jo'ja sotaman, yana milliarder bo'lib ketaman. Ana. Ey Bobur jo'ja, seni tovuqlaring qanday ko'payapti? Meni tovug'im hech ko'paymaydi. Mana bitta olganim hali ham bitta bo'lib turibdi. Chumaki. Bu xo'roz-ku bu. Qanday ko'paysin? Xo'rozmi bu? Ana unisi qayerda bo'ladi unda? Rolikka olib ko'rsatadi. Ahmad Oltinjo'ja 3-maydan boshlab bochkada ishni boshlaydi. 50 ming so'm bo'ldi aka. Bo'ldi akajon. Ya jigar qo'ying, o'zim to'layman. Yo'q, qo'yaver, o'zim to'layman. Jigar odam sal xijolat o'zim to'lay. Nimaga xijolat bo'lasan? O'zim to'layman. Mana. Va jigar iltimos o'zim to'lay. O'zim to'layman dedim-ku. Akalar sizlarda 20 ming so'm bo'libdi. Bo'ldi aka, mana shundan olib qoling. Jigar men to'lay. Qo'yaver, oldinda o'tirgan to'lay. Yo'q, xijolat qilyapti jigar, pulingizni oling, men to'lay. Oling shundan aka bu. Kimdan olay? Yo endi bular berib qo'ydi-yu. Men to'lasam bo'lardi-da. Bo'ldi, shundan yechib oling. Voy jo'ra, zo'r joy ochilibdi. Ovqatlari ham neobычный ekan, shiringina. Samarqandda yangilik bo'ldi-da, bu jo'ra. Nima joy ekan? Nomi nima ekan? Ana shampur yozilgan. Zo'r joy ekan. Shot keldi, to'laveramiz. Yo men to'laymi? Yo'q, o'zim to'layman, qo'yaver. Ke, xijolat qilma, men to'lay. Mana to'la. Men to'layman. To'layman deng-ku, to'la. Yo hozir shotni men to'laymi? To'la. Sen Jigar zo'r haq berding, addushi, davay. Evil pas. Bilib qolsam-da taktikani. Boshqa taktika o'ylab topish kerak. Ko'zim zulfi zarda xayollarida